Bundan 21 yıl ilgari, yani 1997 yılı 5 fevral günü G'uzji şəhərindəki Uyğur yaşları dini besimni və irqiy kəmsitishni tugutishni talab qilib, tinish namoyish qilgan edi. Shu kuni Xitoy qurolli kuchlari qo'lida to'mirning suniqin bo'lmagan namoyishchi yoshlarga o'q chiqargan hamda yuzlagan kishini qo'lga olgan edi. Shu qatimliq voqeaning oldi keyinda ko'plagan kishilar hayotidan ayrilgan va uzun yillik qamoqqa hukm qilingan bo'lsa bu Xitoy hukumati ta bugunga qadar bu ishlarga doir hech qanday tafsilotni oshkorlagani yo'q. Ana shu kundan boshlab muhojiratdagi Uyg'ur jamoati har yili bu kunni qayg'u va g'azab ichida xotirlashni davom qilib kelmoqda. Bugun Amerikaning Virginia va Maryland shtatlari, shuningdek qo'shni rayonlardan kelgan Uyg'ur jamoati Xitoyning Amerikadagi bosh elchixonasi oldiga to'planib, ay yulduzliq ko'k bayroqlarni javlon qildirgan holda Uyg'urlarning zulmga qarshi maydonini yana bir qatim isbotladi. Aslınki 21 yilligi hammamiz shu maqsadda bu yerga yig'ildik. Faqat G'ulji vaqasining 21 yilligi emas, hozirgi vatanimizdagi Sharq Turkistondagi ahvol intayin ig'ir. Uyg'ur xalqininki hayot mamat kelgusida bizningki mavjudligimizning saqlab qilinish qilinmasligimizdagi bir halqiliq payt keldi. Shuning hammamiz oldimizga chiqib, maydimizni kerib, o'zimizningki erkinligini talab qildigan vaqt oxirgi qatim keldi. Agar yana qo'pmasak, yana oldiga chiqmasak, uningdan keyin yana unda fursat yakildi kelmaydi. Bugun ham shu maqsadda yig'ildik. Oldi bilan biz Uyg'ur davosiningki rahbari bo'lgan Rabiya xonimni mushu G'ulji vaqasi to'g'riliq azroq bizga tanishtirib, bugungi namoyishning ahamiyati to'g'riliq so'zlab berishga taklif qilamiz. Rahmat. Rahmat. Mushu har yili mush il vaqasi bo'lgan vaqtida hammanglar mushu qattiq qiqirma so'qoqda mishada qandaq to'ngib, qandaq titrab turgan bo'lsanglar, ili vaqasi kuni ilining yoshlarınınki mushu soğuqda namoyishga chiqib, Xitoy tajovuzchilarining ili yoshlarını yalang'ashlab, maydonga shilankida suv ichib, to'ngitib o'ltagan, bir-birini quchoqlab ilining bolalari, namoyishga chiqqan bolalarning bir qismi bir-birini quchoqlab, 20 yosh, 25 yosh bolalarningki maydonda muz to'ngitib o'ltagan voqealarni esinglarga mana mushu kundagi mushu so'g'oq bilan eslasanglar bo'ladi. 83 yoshlik Mehmet Salih Damollamni nomus qilmay o'zi mamlakatlik qurultay vakilitti, 6 numarayli qurultay vakilitti, birlik sab objektivitti, islom nimisning raisitti. Mush odamni 83 yoshlik odamni akirib, 80 yoshlik yozuvchilarni akirib o'ltirayotganda yoshlarni qanda qiynab, qanda o'ltirdiganligini, qanda qiynaydiganligini, oq singlinglarni nima qilayotganligini bilasizlar, shundaqmi? Shuning uchun Xitoy qanday qilish kerak, chegaradan chiqish kerak emasmi? Rabiya Qadir xonimning nutqidan keyin Uyg'urlar Xitoy elchixonasi oldiga sapilib yig'ilib, qo'llaridagi ko'k bayroqlarni naqldatgan holda yo'qolsin Xitoy, Uyg'urlarga erkinlik degandek yoronliq shiorlarni qo'ydi. China stop the killing! China stop the killing! China is Turkestan! China is Turkestan! China is Turkestan! China is Turkestan! Rabiya Qadir xonimni bu haqda to'xtalib, Uyg'urlar diyoridagi vaziyat hozir chet elliklarni hayron qoldirgudek darajada yomonlashmoqda bir holda muhojiratdagi Uyg'urlarning nimalarni qila oladiganligi haqida so'z qildi. Bugun mana ko'rdingiz, faqat bu qilayotgan Uyg'urlarning qilayotgan ettirayotgan faoliyatlarning bir qismi. Hozir biz Xitoyning gelini siqib, uyaga berib biz urush qilaylik desak, bizda undan mador yo'q. Hozir biz muhojiratdagi Uyg'urlar nima ish qilishimiz kerak degan vaqtida yetim qilayotgan bolalar bor. Tul qilayotgan ayollar bor. Qishqiro so'g'oqda ashunda biz uchun qurbon berganlarning oila tabobatlarga iyi chiqish kerak. Bir saatlik qattiq shuvar to'lashdan keyin namoyish ishtirokchilari sap bo'lib shuvar to'lg'ach Washington shahrining eng obod joylaridan bo'lgan DuPont aylanmasiga yurish qildi.
Fayiz Türkistan! Nerede Fayiz Türkistan? Chinchenko is a terrorist! Chinchenko is a terrorist! Chinchenko is a terrorist! Chinchenko is a terrorist! Mana işte her yili bütün dünyada inqilab qo'zg'amoqda. Gerçi ular vatanni ozod qilinmagan bo'lsa-mu, buning da arzu armonlariga yetmagan bo'lsa-mu, mana mushu kunda shularning qini bilan, shularning to'lagan badil bilan mushularning hammasi shukr ichib bo'lganlar. Shundaqmi? Shundaq! Mana ular armoniga yetdi. Ular shundaq o'z vatani uchun inqilob qilmoqchi. Yerga kelganlarga Amerika Uyg'ur birlashmasidagi ordining biz yig'iniga qaror qildik. Yangi kelganlar cho'qim 5 qitim namoyish qatnashgandan keyin ularning xat chiqarib berdigan boshqa sot ishlariga biz boramiz. Agar 5 qitim namoyishga kelmagan bo'lsa, biz o xatni kechiringlar chiqarib beramiz. Chunki panolik tilash qonga kelgan biz shu o'lib ketgan shehidlarning xudiga bu erkinlik ega olgan. Shuning uchun 5 qitimlik namoyish hech kimga ortiq emas.